Quyonlarda ichida o'zi slabilari shunaqa bo'lib chekiga chiqib qolaveradi. Mana kichkina bo'lib, sekin-sekin qarab turishingiz kerak. Shuning uchun bir xatta slabisi bo'lsa, asta-asta o'zi nobud bo'lishni boshlaydi. Nobud bo'ladi baribir. Kuniga bittadan hech bo'lmasa savzi berib turinglar o'rtoqlar. Quyonga tuqqandan keyin. Sababi sut bo'ladi quyonga. O'zi yaxshi ovqatlanadiganini semirib bomba bo'lib turaveradi. Nimjonroqlari o'zi nozik bo'lib boraveradi. Sekin-sekin nobud bo'ladi. Nobud bo'lganini olib chiqarib tashlashingiz kerak. Hammasiga bir xil распределение qilingan. Bundan unga olib, sut qaysida yaxshi bo'lsa, o'tkazib bo'lganmiz. Qolgani Allohdan. Kimga mahsulotlar kerak bo'lsa, Instagramda mana YouTube'dami, Instagramda bemalol savol javob qilishimiz mumkin. Bersanglar javob beramiz imkon qadar. Sizlardan faqat iltimos like bosib tarqatib qo'yish. Salomat bo'linglar. Go'sht yo'nalishida Hikol Burgund bo'ldi. Kimga kerak bo'lsa buyurtma berishinglar mumkin.